O'zbek xalqining an'anaviy sport turlaridan biri bo'lmish kurash 3,5 ming yillik tarixga ega. Kurash o'zbekcha so'z bo'lib, u qator qadimiy sharq adabiy manbalarida yakkama-yakka olishuv va ijtimoiy ko'ngilochar sport turi sifatida tilga olingan. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi, Qashqadaryo viloyat kengashi hamda Qarshi shahar kurash mahorat maktabi hamkorligida o'tkazilgan tadbirda partiya faollari, deputatlar va polvonlar ishtirok etishdi. Ajoyib musobaqa o'tkazildi. Musobaqamizda ushbu vazn toifasida bolalarimiz musobaqalashdi. Bu musobaqalar kelajakda sportchilarimizni ulkan zafarlar quchishiga yordam beradi. Sportning ushbu turi zamirida chaqqonlik, epchillik, kuch va jasorat yotadi. Muntazam mashq qilganlar esa albatta yutuqlarga erishadi. Yoshlar sog'lom turmush tarafdori sport aksiyasi qatnashchilarning mahoratini oshirish va ularni qo'llab-quvvatlashga xizmat qildi. Bu musobaqada ko'pchilik faxrli o'rinlarni oldi va bunday musobaqalar tez-tez bo'lib turishini xohlaymiz. Bu musobaqada faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Qiziqarli kechgan bahslar yakunida turli vazn toifalarida g'olib chiqqan sportchi yoshlarga viloyat partiya kengashining esdalik sovg'alari topshirildi. Undan keyin ham zo'r yana g'alaba bo'ling.